Bechora qiz odamxo'rlarning qo'liga tushib qoladi va o'zini to'liq yeb qo'ymasliklari uchun o'z ustiga o'zining axlatini surtdi. Qizning taqdiri nima bo'ldi? Video davomida o'zingiz ko'ring va hammasiga guvohi bo'ling. Videoni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosish esingizdan chiqmasin. Agarda siz daromadingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, biz sizga BetAndres kompaniyasini tavsiya etamiz. Bu yerda siz barcha hodisalarga yuqori koeffitsiyentda stavka qilishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tayotgan vaqtda qisqa film promokodini kiriting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Kommentariyadagi sayt manziliga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, siz bilan qisqa film kanali, quloqchilaringizni taqing va boshladik. Tak, uzoq bo'lmagan kelajak, hamjamiyatga to'g'ri kelmagan, ya'ni sorti past odamlarni hozirgi odamlarga qo'shmasdan Texasdagi bir cho'lga jo'natishardi. Ularni esa yomon partiya deb atashardi. Ularni raqamlab tatuirovka qilishardi va ozgina non choy berib, rivojlangan odamlardan ajratib, panjara ortida qoldirishardi. Arlin ismli qiz ham xuddi shu ahvolga tushdi va uni ham panjara ortidagi xuddi o'ziga o'xshagan haydalganlarning joyiga jo'natishdi. Shunday qilib o'ziga o'xshaganlar yig'iladigan hamdardlik shahriga yo'l oladi. Lekin qaynoq quyosh ortida yuraverib charchaganidan bir to'xtab qolgan mashinada dam olishiga to'g'ri keladi. Keyin esa u mashina oynachasidan golf mashinasida unga qarab kelayotgan odamlarni ko'rdi. Qo'rqib esa ulardan qochib ketishga urinadi, lekin ular uni tutib olishdi. Bizning qizimiz ko'zlarini ochganda esa qo'l-oyoqlari bog'liq holda o'ziga keldi. Bir ayol esa uning oldiga kelib tinchlantiruvchi dori qiladi va bir oyog'i va qo'lini kesib oladi. Gap shunda ediki, qiz kachoq odamxo'rlarning asirasiga aylangandi. Shuning uchun ham agarda bu yerdan qochib ketmasa, oxiri undan faqatgina chiroyligina burunchasi qolardi xolos. Qiz esa mug'ombirlik qildi. O'zidan odamxo'rlarni aynitish uchun ertalabgacha o'z axlatini ustiga surtib oladi. Uning esa bunday ahvoldaligini ko'rgan ayol undan seplarni yechdi va boshqa joyga qaratib torta boshladi va uni cho'miltirmoqchi edi. Ayol suv to'ldirib kelgunicha esa Arlen armaturini oladi va qumning tagiga yashirib qo'yadi. Ayol kelganda esa unga bir necha marta zarba beradi. Shunday qilib qiz u yerdan ketish kerak edi. Bir amallab sket topgan qiz odamxo'rlar qishlog'idan asta-sekin normalab keta boshlaydi. Lekin qiz uncha uzoqqa ham keta olmadi. Uni yo'lda axlat tutuvchi topib olib, aravachaga ortib o'zi ketayotgan shahar, ya'ni hamdardlik shahriga olib boradi. Oradan esa 5 oy o'tdi. Bizning sassiq qizimiz esa yashab qolishga muvaffaq bo'ldi. Uning oyog'i esa protezlar orqali yurardi. Bu vaqtda esa kanniballar qishloqchasida Mayamilik odam deb tanilgan ularning boshlig'i qizi Hanining rasmini chizardi. Qizaloqning yoniga keladi va otasining oxirgi chizmalarini yakunlab qo'yadi. Mayamilik odam u yerdan chiqadi va o'z asirasining yoniga kelardi. Asira undan teginmasligini najot bilan so'raydi. Lekin bizning Aquamanimiz uning bo'ynini sindirib, parcha-parcha bo'laklarga bo'lib, terisini shilib oldi. Odamxo'rlar qishlog'idan Mariya ismli ayol Aquaman boqayotgan odam go'shti uning joniga tegani va undan ko'ngli aynishini aytib qoladi. Shuning uchun ham u Mayamilik odamning qizini olib ertangi kun uy ro'zg'orga kerak bo'ladigan xom ashyolarni topish uchun safarga chiqadi. Xuddi shu paytda esa hamdardlik shaharchasidan Arlin ham safarga otlandi. Mariya va qizaloq oxiri axlatxonaga yetib kelishdi. Axlatlarning ichidan oynani ko'rgan Mariya uni olmoqchi edi, lekin yiqilib tushib oyog'ini sindirib oladi. Bu paytda esa cho'lda aylanib qarg'alarni otib yurgan sariq sochli qizimiz Mariya va qizaloq kelgan golf mashinasini ko'rib qoladi. Qizaloqning mashinadan suvni olib Mariyaning oldiga olib borayotganini ko'rgan qizimiz esa uning izidan kuzatib boradi. Qiz u yerda jarohatlangan ayol va qizaloqni ko'rdi. Lekin qiz ularni odamxo'rlar shaharchasidan ekanligini bilmasdi. Shuning uchun ham ulardan qayerliksizlar deb so'radi. Ular ikkisi esa javob berishmadi va javobdan qochishardi. Shuning uchun ham qiz ularni odamxo'rlar qishlog'idan ekanligini, ya'ni odam go'shtini sevuvchilar qishloqchasidan ekanligini bilib qoladi. Shunda ayol o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Hamma bilganidek yashayapti. Biz ham tirik qolish uchun hamma narsaga majbur bo'lyapmiz deydi. Va qizning rahmini keltirish uchun men ham yomon partiyadanman. Biz ikkimiz bir xilmiz, iltimos meni qo'yib yubor deydi. Lekin qiz odamxo'rlar qishlog'ida bo'lganini va menga teginmanglar deb iltimos qilib yalingan paytida uni hech kim eshitmagan
xohlaganini aytib, ayolning miyasidan kattagina darcha ochib qo'yadi. Qizaloq Xani esa ayolni uyg'otaman deb uning yonida o'tirardi. Arlin qizaloqni o'zi bilan oladi va hamdardlik shaharchasiga yo'l oladi. Lekin yo'lda boshqa bir axlat tashuvchi uni binokl orqali ko'rib qoladi. Shaharchaga yetib kelganda esa Arlin Xaniga bir chiroyli quyoncha sotib oldi. Bu esa Xaniga juda ham yoqadi. Bu paytda esa odamxo'rlar qishlog'idagi Akvamen o'z qizi va Marlinning juda ham ko'p kelmayotganini sezib qoladi va axlatxonaga borib, o'zi g'izillatib yurgan ayolning boshqa teshigi, ya'ni miyasidagi darcha ochib qo'yilgan teshigini ko'rdi. Xuddi shu yerda esa u axlat tashuvchini ham ko'rib qoladi va qizining rasmini ko'rsatib, bundan so'raydi. Axlat tashuvchi soqov edi. Shuning uchun ham qo'l belgilari yordamida birinchi bo'lib o'zining rasmini chizib berishini so'raydi. Boshqa chorasi qolmagan Akvamen esa xo'mrayib uning rasmini chizib berdi. Shunda axlat tashuvchi unga agarda qizini topmoqchi bo'lsa, hamdardlik shaharchasini birinchi bo'lib topishini aytadi. Shu kuni kechda hamdardlik shaharchasida vechirinka uyushtiriladi. Maydonda Orzu deb ataladigan kattalardan biri chiqish qiladi. Qatnashganlarga esa sovg'a sifatida narkotik modda berishadi. Bu paytda esa qizaloq quyonchasini yo'qotib qo'yadi va quyonchani izlab borib, uni ushlab olgan Orzu va uning xotiniga duch kelib qoladi. Quyonchani ushlab olgan Orzu va uning xotini qizaloqni o'z uylariga olib ketishadi. Bu paytda esa narkotik modda ta'sirida uchayotgan Arlinning ichki ovozi bu joyni tark etishni buyuradi. Piyoda yurib cho'lga borib qolganda esa uni Akvamen topib oladi va ertalab qiz ko'zini ochganda Akvamen uning oyoqlaridan protezni yechib olganini ko'rdi. Protezsiz esa qiz aniq shaharga qayta olmasdi. Akvamen unga qizaloqning rasmini ko'rsatadi va undan shu qizchani ko'rganmisan deb so'raydi. Arlin esa uni aldadi. Yo'q, ko'rmaganman. Akvamen o'z qizining hamdardlik shaharchasida ekanligini aniq bilardi. Shuning uchun ham u Arlinni shaharga olib borishini va Arlin shaharchaga kirib uning qizini olib chiqishini so'raydi. Agar Arlin qizaloqni topa olmasa, u aniq qizni o'ldiradi. Hamdardlik shaharchasiga yo'lga chiqishganda yo'lda bir xuliganga duch kelishdi. Ularning yoniga bir kanister benzin qo'ygan xuligan Arlinning ikkinchi oyog'i uchun bir kanister benzinni almashishni so'raydi. Yelkasidan zanjirlarni yechib esa osonlikcha hal qilaylik, bo'lmasa hammasi yomonlik bilan tugashi mumkin deydi. Shunda Akvamen sekingina benzin kanisterning yoniga kelib uni olib ketadi. Qoravoy esa qizni ko'tarib oldi va olib ketmoqchi edi. Lekin orqasiga qaytgan Akvamen baliq ko'zi bilan mohirona uning oyog'ini mo'ljalga oladi va u yiqilganda mohirona ishini hal qiladi. Keyin esa uning bir qo'lini tushlik uchun kesib olib skuterga o'tiradi va Arlinga qarab shoshilishni aytadi. Tunda ular to'xtashganda qiz Akvamendan qanday qilib bu yerlarga kelib qolganini so'raydi. Shunda u javob berdi, u noqonuniy odam bo'lgan. Shuning uchun ham uni odamlar safidan haydab, haydalganlar joyga jo'natib yuborishgan. Qiz uni bu yerga kelishidan oldin tatuirovka chizuvchi bo'lganini eshitib, o'zining yumshoq joyidagi tatusini va quloqning orqasidagi raqamlarni ko'rsatadi. Keyin esa undan ham raqamini so'rab, diqqatini yo'qotganini ko'rib, pichog'ini olib unga bosim qila boshlaydi. Lekin shu payt bir notanish odam mayamilik odamga qaratib o't ochdi va qizni olib qaytarib hamdardlik shaharchasiga olib keladi. Lekin qiz bilmadim odamxo'r Akvamenni yoqtirib qoldimi? Ertalab tongdayoq odamxo'r Akvamenni yaralashgan joyga boradi. Lekin u yerdan faqatgina uning qizalog'i chizgan rasmlari ko'p bloknotni topdi xolos. Bu paytda esa axlat tashuvchi qarg'alar uzoqdan nimanidir o'rab olishayotganini ko'radi. U yerga borib esa Akvamenning hali hanuz tirikligini bilib qoldi, lekin u hushsiz edi. Axlat tashuvchi qarg'a tutadi va undan tushlik tayyorlab, ko'zini ochgan Akvamenni ovqatlantiradi. Arlin esa qizaloqning rasmini bloknotdan olib uni izlashga tushadi, lekin uning hamma umidlari puchga chiqdi. Bir kun o'tirib esa u Orzuning kanizaklaridan biri Xanini yonida olib ketayotganini ko'rib qoldi va birdaniga Orzuning uyiga qarab yo'l oladi. Arlin Orzu bilan suhbatlasha boshlaydi. Erkak esa unga shaharni keraksiz odamlardan tozalashda uning hissasi juda kattaligini aytadi. Lekin qizga bu yer yoqmayotganini sezib, bundan sening orzuying nima deb so'radi. Arlin esa bunga mug'ombirlik bilan javob beradi. U uning kanizaklaridan birining qornini ko'rsatib, mening orzuyim o'zimning ichimda, xuddi o'sha qizning qorniga o'xshagan bolakayning bo'lishi deydi. Keyinroq
esa bola yasash xonasida o'zining protezdan pistoletni chiqarib, Xanini unga berishini talab qilib, uning kanizaklardan birini asiraga oladi. Keyin esa Xani va asirani olib, ular shaharchani tark etishadi. Darvozadan chiqib esa u Orzuning kanizakni qo'yib yuboradi va qizaloq va Arlin u yerni tark etishadi. Cho'lda qiz ular tomon, ya'ni hamdardlik shaharchasiga qarab kelayotgan Akvamenni ko'rib qoladi va nihoyat ota va qiz uchrashdi. Akvamen o'z qizini bag'riga bosdi va uni va quyonchani qo'liga olib skuter tomon yo'l oldi. Ularni esa Arlin to'xtatib qoladi va o'zi bilan qolishini Akvamendan so'radi. Erkak qizga hamdardlik shahriga qaytib ketishini aytadi, lekin qiz endi u yerga borishni xohlamasdi. Unga shu yer yoqib qolgandi. Akvamen esa yon atrofni ko'rsatib, bu yerdan unga nima yoqishi mumkinligini so'raydi. Arlin esa bunga javoban uning qo'llarini ushlaydi. Shu paytda esa qizaloq injiqlik qila boshladi, chunki hamdardlik shaharchasida Orzuning uyida uni spagetti bilan boqishgandi. Endi u yana spagetti yeyishni xohlardi. Bunga javoban esa qo'pol Akvamen uning shirin quyonchasini oldi va yerga urib miyasini ikki bo'lak qilib, ularga undan ham shirinroq tushlik tayyorlab beradi. Shunday qilib filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan esa sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.